Biz odamni ichidan ko'targanmiz. Sen nima deyapsan chiqib? Voy, u ishton suyguradi. Voy, bu ishton suyguradi. Aka, meni videolarimni qo'ygandan keyin gapirdim men, aka. Gaplashib. Bitta pok insonda o'zi yo'q. Bilaman uni, aka, men ham pokmasman. Bitta men pokman xolos jalab. Senlar hech qaysing pok emassan. Nimangiz pok sizni? Men hamma yo'g'im pok. Nimam pok? Masalan, men bilan kalla tiqmagan bo'lsam, butukaga o'tirmaganman. tiqmaysiz. Kelinsan, Birinchisi boshqa bergansiz. Yechinishni. kallamni tiqqanimni ko'rsa, shu TikTokda onasini sizga chiqib ketaman men. Ha, endi hammasi pul berib udalit qildirib chiqqansiz, aka. Men qanaqa pul beraman? Men onasini sizga luboy sharti mahluqga qilaman. Men luboy judetam. Samal, yo, endi libo odam mahlubga qilgan, aka. Meni ham 90%, 99% sharti mahlubga, aka. Prosta sen biz postiyanni Sardorga ham aytganman. Yaxshi bola. Sen o'zingdan bir yil qandaydir ketib qolding. Sen hop, men seni so'kkan bo'lsam nima deb yozganman? Kechirim so'raganmanmi? Nimani? Sendan men so'kkanim uchun uzr so'raganmanmi? Men ham uzr so'rab qo'ydimmi? Qachon so'rading menga? O'zing yozdingmi yo? Ha, aytdim-ku men anaqada. Bo'ldi, tugatib deyman dedimmi? Ha? Bir yaxshi bolasan bilan, sen yaxshi bola eding bilan, sen ayniding bir yil bilan. Bekrat. Aka, ayniganim yo'q, menga tuhmat qilganinglardan keyin bu odam g'alati anaqa bo'ladi-da, aka. Nima deb tuhmat qildik senga? Aytchi, nima dedik? Bo'lmagan gaplarni chiqarib, biz sendan kutmagandik, Bekxon. Nimaga buni? Ha, xo'p, aka, nima qildim men desa, kutmagandik. O'sha kutilmagan narsa nima desa, nima dedinglar, aka? Hech nima demadinglar. Xalqqa chiqib olib, Ag'dan Sardorjon, Bag'dan siz kutmagandik. Men sizga lichkangizga yozdimmi? Lichkangizga yozdimmi? Aziz aka, mana men sizni ustozim deganman. Sardor akani hurmat qilaman. Nima sababdan menga bunaqa tema qilyapsizlar desam, men o'zim ham bilmayman dedingizmi? Nimaga unaqa qilyapgan? Seni o 55 yil u tema yopilgan, sen o'zing yana tema olib chiqding. U tema 100 yil oldin sen bilan hal bo'lgan narsa. 100 yil emas aka, 100 yil emas, 20 kun bo'ldi aka. 100 yil emas. Sen yana nimaga tema xalq oldida qarang, eshitib turing aka. Bu narsa xalq oldida kimnidir yomon qilib qo'yish oson-da, aziz aka. Masalan, men libo joyda tan olaman. Eshiting aziz aka. Libo joyda tan olaman. Men siz bilan aziz akaga anaqaga Sardor akaga havas qilib chiqqanman. Birinchi sizga havas qilib chiqqanman. O'shaning uchun gapirishlarim ham bir xil. Menga yoqmagan narsa, nimaga sizlar o'zingizlar qo'llab-quvvatlagan insonni bunaqa ig'vo qildinglar, men shokka tushdim aka. Ras shogird ko'tarilar ekan. Qo'llab-quvvatlagan yaxshi emasmi aka? Seni biz hamisha Begulayevda. Sardor mendan uzilib ketaveryapti. Men xafa bo'ldim keyin. Efirda turib aytdim bilan. Sardor ko'takan dedim bilan. Meni tashlab ketaverdi. Men shunday dedim. Mana sen bilan batron tushib tush aziz, men batron o'ynayman, men u bilan razdan deb turib meni chiqarib yubordi. Men o'shanda xafa bo'ldim Sardordan. O'shanda ham men uzr so'radim. Nimaga? Men 50 ta odam bilan o'tirgan paytimda meni jarliqdan ko'tarib olgan. 50 ta odam bilan o'tirgan paytimda yuzidan men kechirim so'radim. Ayib menda bo'lmagan. Sardorda bo'lgan ayib. Sardorda bo'lgan. Men bilan g'alati bo'lganman. O'shanda ham Sardor uzr, agar nito bo'zgan bo'lsam, 3 kun men bilan yozishmay 3 kun xafa bo'lib yurdim mendan. Mana shu 5 yil davomida. 5 yil davomida. Bilsan? Prosta Bekxon orqaga bitta nazar sol. Aka, men qarangda, aka, men kechagi kun bilan yashamayman. Kechagi kunda meni tanqid qilayotgan insonlarni birortasi pok emas. Meni kimdir kelib qanaqadir davlat tashkilotidagi kelib odam tanqid qilsa, men ko'tarishim mumkin-da aka. To'g'risida, hammasini ko'tib qo'q aka. Men senga tanqid, senga aytadiganim yo'q. Prosta orqaga qarab qo'y. O'tin sindirib o'tirgan. Qarayapman, jon aka, qarayapman. Nega oldin gapim deysiz? Dazi bitta mikrofon ololmagan bola eding. Ha? Вот.
sendan o'ta qattiq dalba bo'lib qilganlarda ham senda aktiv yo'q. Sendan o'ta darajada dalba bo'lib qo'yadi. Nu nima uchun degan savolni o'zingga berib qo'y. Assalomu alaykum. Bundan ortiq dalba bo'lib qo'yadi. Prosta odamiylik bo'lsin, onasizki bet hammadan qolib ketadi. Mana o joyimiz hammadan qoladi. Bir kun tugaydi. Bir kun yo'qib ketadi. Yo, uni bilaman. Masalan, men ham boshqa darajaga ketaman, sizlar ham boshqa anaqa yel. Prosta menga alam qilgan joyda siz men aka-uka edik-da, aka. Men ashunda sizga keldim. Aka, tushuntiring dedim. Yo'q. Men hozir ham meniki ham yo'q, aka, meniki